güldür çeklik şirketi alohida qo'llagan. Küldür elni güldürer. Çoğdan işkini açıp qağıt qo'ytanlar dedi. Şaşıp baqirapti de. Ha, aman gapdi-da. Ben nima yemay istesem ishida petiga ekan dedi. Yamşığın ödgegine ısıkırgan olup gitti. Yapkaçtı yüzden caplapsan gap ötmeyden olup gitti. Oy qildim qilmaman. Qanday birisi bam. Ya bu adam ışığı tegmez mi? Juludığını ben mi? Bayağı da yüzündeki çaplaktır, yel kaçırgan. Küldür elni güldürer. Modegirin Abdul'ni işletiyor. Maşaş. Haqiqiy qilgan Abdul Modegirin. Küldür elni güldürer. Şadlıq səhnəsi, mehr muhabbət səhnəsi, xuşallıq səhnəsi bolğan Molligirin Küldür proqramımız nəhayət yuqur keyfiyyətdə davamlaşatıdı. Qızğın alqışlarımız bilan keyinki mahirimizni səhnəyə təklif qılımız. Mərhəmət. Hürmetli ustazlar, karxanchi akalar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men G'o'jdan kelgan Ihson Saidindan hammalarga o'tliq salom va alaykum assalom. Men azroq yumorag'ash kelgandim, ashni bir deb baqay. Menga faqat kunam matimi. Günse. Dadamning qo'lilikida o'g'amiz karxanchi bo'lib o'tiradi deganmisan, tegim yaxshi. Mavo Baxtiyor akam bilsizlar, burunmush küldür sahnasiga chiqqan G'ul shahridagi bir yaxshi chaqchaqchilardan birisi. O'tganda bizning do'konga berib tika paranjib o'tirib, Baxtiyor aka, sen ash küldürga chiqqandan alamat tonilib ketding Juma aka. Hozir do'yinlar sen bo'lib ketib barsa, koyisholadimsan, salulladimsan, chambirakladimsan, Baxti Ko'kchapan ajoyib küldürni qizitibdi deb. Ajoyib tonilding Juma aka, dangliq bo'lib ketding Juma aka. Haqiqiy tonilding sen desam, dunyodan beg'am. Hay manga afka bu tonlash olamda. Ben 15 yılın aldığı bir tonulgan. Şu vaxtıda denşilerdi mening e'lonim. Gazetlarga chiqqanman, telegramlarga chaplagan, So'z saroyini aldırda Baxtiyor ablis deb mushta vaqirab ketgan. Oshunda bir tonulganman deganda, "Menga aka sen qanday tonulgan? Talla yo'ltuzi chiqqanmi yo birimlarni yozib gazet jurnal chiqqanmisan?" Va yaqa afka, men jut ketib odam izlashlarga chiqqan deydi. O Baxtiyor akam yaman chingchu bu. Bilasizlar, Ko'kchapanda bir laqam bor, shu chapandimi 10 yilda kiygashga bo'lib qolgan laqam. O'tganda G'o'ljiga kiribdi. Voy uka, hozir shaning bolalari basushkida bir narsa kiyib ketdi. Men kiyib qo'y degandim deganda bo'ldi-da bozor ichiga kirib, basushkidan birini ko'rib, shunda chiroyli basushkini ilib, hamda basushki degani yalang'ida kiydigan nima odatda yozning kunilar. Aka, men bo'lam dekansan bo'ldi deydi. Nechinchi razmoyoq kiysa akasam 40 ni kiyma deganda, aka qopmay 40-chi razmidan birini bering asam, menimga kelib 40 ni olaylik, kam 40 ni deydi. Aka 40 nim qilsa bo'ldi, dalkagani 40 ni olayverasam 40 ni olay, 40 ni deydi. Zot nim qilsa sen 40 ni desam, bizning kunaslarda qishi jamoa so'g'ildi, shik paypoqdan kiyadigan dedi. Bu Baxtiyor akam bir kun bir so'rindan qaytib ketib qolsak, tuyuqsiz, voy uka, men bugundan tatib bo'ldi tamak tashlaydigan edim dedi. "Hu, yaxshi aka, tamak tashlasang yaxshi, tan salomatlik foydali. Nimaga tashlaydigan bu qoldim aka desam, belim ham og'rib ketdi ekan dedi. "Yo aka, bu tamak chekkinga qanday belim og'rib ketdi desam, men terib chekadigan desam" dedi. Mavo ham mening bir akam bor. Bu yaman qiziq. O'tganda bu burumdan xizmat o'rinda istifa beribdi. Nima ish qiladi desanglar, yedin go'ngsa ishlaydi. Maxsus kelgan telefonni qabul qiladi-da. Qildigan ish nima desanglar, yaxshimisiz, sizga qanday mulozimat kerak? Telefon haqi surishtirmoqchi bo'lsangiz, birini besang. TV joy surishtirmoqchi bo'lsangiz, ikkini besang. Megabaytlarni joylamoqchi bo'lsangiz, 3 ni besang. Oldingi mazmunlarga qaytmoqchi bo'lsangiz, 9 ni besang deb. Shunda asashdi. Bir kun uyga xapolik kelibdi, chaponni tashlablar, "Voy, qilmayman bu xizmatni. Mening bu haqqa o'xshash tonilg'im bor. Bu pardaqisi bu xizmatni qilaversam, dadamdan boshqa hech kim tonmaydi ekan meni. Men tonilma" dedi. "Ya, qanday tonilsa desam, men ayollarga maslahat berman bugun tatib. Do'yinlarim ko'rayotgansizlar, dehshat falsafachilar chiqyapti" dedi. "Ya aka, bunda asash emas. Bunda alim olmadak o'qigan psixologlar, alohida odamlar qila oladigan ish bo'lsam, sen qarab tur, deblar Xaybo deganni qiqqas shiltib, rostla maslahatchi bo'libdi. Birinchi kunlar dehshat sodda bir odamiz telefon qilibdi bunaqa. "Yaxshimisiz? Men sizdan maslahat so'raydigan edim, yog'andilar aldirash qaypat kirib oldi bu. Ha, bo'ling'a, mening ishim bor, aldirayman men. Gachida gap qiling'a" deganda yiliq odamiz savolni boshildi. "Yaxshimisiz ukam? Men to'y qilgani 7-8 yil bo'lib qoldi.
birinchi ikkinchi yillari shunda romantik yaxshi o'tatdik. Yo'ldoshim sayohatlarga chiqatdi, kinolarga boradi, tog'larga boradi. Kunda degidek bir talda atirga suv qiladi. 2 yilda ko'p qoldi, ko'z tekkanda yo'ldoshim buzildi. Kunda ishchidi, chekidi, uning ustiga taloq qarab ketdi, qima o'ynaydi. Qanday qilsam oldingi yo'ldoshimni qaytarib kelaymansa, akamning burunqa ishlari esidi aka. Voy ada, bu asan oldingi yo'ldoshingizni qaytarib kelmoqchisiz, 9 ni bilsang deydi. Ma'o hozir do'yinlarni ko'ryapsizlar. Loyiq tunishtirgan bir ishlar chiqib ketdi-ku. Mening akam birinchi turmushidan toza ko'ngli suvishmay ajrashib ketib, 5 yildan keyin yana o'ylanmoqchi bo'lib, shuniga tizimni tutdi. Men mushta yaxshiroq xo'jalik qizlar bo'lsa, shunidan nima qilib uy tutay degandim. Shunda uy tutish maqsadim bor desa, ularmi bo'ldi, uy tutsangiz bo'ldi ukam. Men sizga tunishtiray, lekin 500 so'm yajin atasiz debdi-da. 500 so'm atadi ekan. Ha bo'ldi-da 500 so'mni etib borsa, oldin qayal o'tag'am. Mening akamning bir balasi vardı Yusuf deb. Bu go'y alamat sho'xchimi, ammo butun askarlik mushdan qo'lidan chiqdi. Malda birdam uning derisini chiqib o'tib qolgan, birdam uning bir nimasini yeritib qolgan, butun askarlikni qildi kichik bo'lgan bilan. Bir kuni qanday bo'lib qoldi? Tuyuqsiz ujum yemadi, barangdan chiqib ketdi bu. Yuzi manda tatiq bo'lib qoldi-da. Bu tatiq laqam bo'lib qoldi unaga. Yo Yusuf tatiq keldi, Yusuf tatiq degandikan cho'nglar, to'xta bu kichik bo'ldi, eliti laqam bo'lib qolsa, ertaga bu tatiq bir umrlik laqam bo'lib qolmasin deb doktorxonaga olib, "Ma tatiqni qanday qilsak yo'qaydi" desa, buningga faqat bir amal bor. Mush badanning to'yini, yampashning terisini olib, mush yuzga operatsiya qilsanglar tatiq yo'qaydi, chiroylik tatiq yo'qab ketadi desa, bo'ldi deb cho'nglar Urumchiga kelib, cho'ng doktorxonada buni operatsiya qilib almashtirib etdi. Hamma yampashning terisini yuzga almashtirib etgan maligi bo'lsa, "Aballa tatiq demay, yuzi qo'n keldi" dedik. Mening dadamning ishlaridan bir ishkin deb beray. Dadam yaman qiziq odam. Bo'pmi odam gapga soldiganga bek yaman bu dadamchi. O'tganda men qatazlaydigan shup qilib, endi bizning G'o'zishar taraflarda ba'zi uylarda hujo yo'q, o'gizning qorni yerga tashlab, o'ylik qani bir arug'i yig'ib, u ma'lum to'yindagi o'stanga chiqimiz. Bek avarchilikda akam ishimizmi ilgirkin o'rin. Dadamga dedi, "Voy dada, bumi deb bu asaraq amal tepamamsa bizga?" Nima japa bu o'gizning qorni o'yliq tashlab, o'ylikini arug'i bisib ochiqib, "O'yak to'kimiz kelsam, ha bo'ldi bolam." O o'gizning qorni o'yliq tashlanglar. Undan keyin o'yinni o'tirib yig'inglar meni. Shunda asa amal bor dedi, bo'ldi deb akam ishimiz 1-2 soat qodiganni etib, japa tortib, dugilab, yerib, yeshalimiz yo'q, uy kirib, dada qilib bo'ldik. Tugdi. Endi bo'ldimsam, voy, ozroq yara qoldi dedi. Endi qanday qilmasam? Ha, endi cho'g'dan ishkini chiqib, qoq o't qo'ytinglar dedi. Rahmat. Obdan Feyzgül buradan sözlük. Hemimiz kızlık yakşı olmarlar ki. Obdan sözlükten. Kini Rabi'yle? Buldu mu? Ha, tüydü bulan hadi. Kendeki bir Sizgili qarab qaldık. Bekamala yeni olmasa. Yo'q, shu g'uljidan kelgan mayirlarning yumurchaqchaqlari tugidi ismi aytmayman. Tugimaydi ha. Shuni buzmay turum. Ishni hozir buzimiz deb. Xush kelibsiz. Yaxshisiz dedi. O'zingizni bir tanishtirib aytamsiz. Hurmatli ustozlar, Qarxonchi akadlar, ekran oldidagi barliq do'stlar, men G'o'zdan kelgan Ehson Saidindan hammalar o'tliq salom alaykum. Shu g'uljidan kelgan mayirlarimiz yumurchaqchaq aytdi. Birisi bilan birisining bir uslubi o'xshamaydi-ku. Har xil o'zining aloyidligi bilan yangicha bir qiyofat bilan chiqadi. Abay aytgan yumuringiz bek ta'sir qildi mayliqqa. Qaysi? Telefonimiz pop ishlagan. Ha, 9 maslahatmi? Ha. Endi ma'lum mukofot degan yana 9 ni bilsak bo'ldi. Aldı qaytib bo'ldi. Ya mish jamiyatimiz bu atqa ishlarni mish yumurchaqchaqlar yo'gab turiblar, o'raydigan ishlar bor-ku. Elaqi atalmış doktor, psixolog bo'lganlar bek chiqamasmi hozir? Shu ash yumurman bek ta'sir qildi. Jamiyatimizda bor ishchi bu tuyuqsizlar bir 2 yil ko'rmagan odamlar ajoyib qarayib bir nomlarga erisha oldi-ku, shu bek ta'sir qildi endi. Naydi yaxshi tayyorlik bilan programmamizni qizitib shunami aka? Ammo chash baqiribdi-da. Ha, ammo gapida. Navatim aylabdi. Man keldi navbat deb o'ylagandim. Bu birdan chilaman turib berma. Men kulishga bek amroqdan kulib turavermamishadi. Bo'ldi, siz mendan o'tagasiz. Tug'iljidan kelgan mayirlar yumurlarni chaqchaqlarni aytib biz o'tiraverma. Ash chavoq-chavonga chiqaverdi-ku, keyindan bu ulaplam, to'xtab qolmaydi. Shuningga birini kavit sizdanmishadi. Yana birini deb baqayman. Ma'vo yezdan kelgan bir ag'inam batdi. Bu yaman qiziq gaplarni qildi-ku. O'tganda g'oljiga kirdik. Kirib hamda bazachida bir mango setibdi-ki, "Alash, ani meni shunday yegim batdi" dedi mangoni ko'rsatib.
Ha bo'ldi-da bir talab yegina adashda basam tepedikini so'ymasini aqlabli birlashib, voy yemayman deb tosh yutib bordi. Va nimaga yemaysan ishida pitiga olgan deydi. Ha, elim iksan. Shavkatga yaxshi bo'ldi. Gapsa, chiroyli gaplarni qilib berdim. Endi rasmiy chaqchaqlarni qilayotgan bildirimiz yo'q. Ammo yomurni nayt uchuq, iniq so'zlaydi ekansan. Rahmat. Gapdan uchuq ba'zi bir yomurchilarimiz var. Yomur ustugan bilan uchuq deyamaydi. Angliq Allah bizdan so'raydi, nim deydi deb. Sening bugungi men uchuq yomurlarni anglab intayin qo'shildim. Rahmat. Tirishgan edim. O'zbekistonning birinchi alohidligi ko'pchilik boyalarda davomliq maslahat joylar bunaqa ko'p yurgachga O'zbekistonda tamtirash bo'lmadi. Ya o'zim bilyapman. Ha, maqtayotganda jim turmasang oxiri chataq chiqaradi. Axir o'zing 9 ni bir oldigan bo'lsa. 9 Katakchini besib qaytayman. Birdan chidab berdi. Ozoda erkin so'zildan yomri Shavkat akam degandek so'zlar ochiq bo'ldi. Rahmat, bizning programmamizga qatnashganingizdan xush bo'ldim. Tekim tirishqin. Rahmat. Rahmat. Yanda Osman chirqingni oldi yandirib. Rahmat ukam, undan yumurlar bilan bo'ldi. Ondan bu ukamning mavi kalta yumurlar jiqroq keldi. Unda qisqalab ichida. Ditsil dapla. Bo'ldi-ki ukam, rahmat. Bo'liskamning ustubida so'zlagandek. Bo'liskamninkidimi birisi barisda. Zaman masajgan deb ketib qo'ygan. Shu uslubda yesib qoldim. Endi undan boshqa Muş ovozmi yumur so'zlagan vaqtidami, mush latifa yumur so'zlagan vaqtidami ovozning to'lqinimi odamga bek yomon ta'sir qilgan bir narsa. Bu ukam bir asosan bir kuyda yo rayga tushib ketmay, yo yuqoriga tushib ketmay, birla ovozda so'zlaydi ekan, bir egizlikda. Audio olmaydi ekanda. Audio olmaydi ekan. Bu bir alaylik o'xshaydi. Agar bo'lsa teximni ovozini to'lqin qilib birda kuchlik, birda ojiz, boshqa odamlarning gapiga kelganda-chu, mana deydi deb, yo unda qilsak, sening uslubing to'g'ri kelmamdi ish qilib. To'g'ri keltirimizda ham. Rahmat ish qilib. Bo'ldi, rahmat aka. Yana yangi yumurlarni ep kelasa, bo'ldi, kelma. Tamam. Rahmat. Ben bu aldıklarınca rahmet ettiğim, sizni qarşı alımız. Ramile degandek, muş Gulcu'dan kelgen yaşlarımız, muş yaş çaqçaqçı, bizimki muş inlerimizden her bir son alaylıq bakka o'xshamaydiganchu. Muş alaylığınız bilan texmi bizga yana nadir asarlarni eklishingizni umid qilamiz. Rahmat. Bo'ldi ukam, men yumur to'g'riliq, seninki to'g'riliq men jiq so'zlamayman, chunki mushning salohiyat to'shadigan peshivalar baya intayin yaxshi fikrlarni berdi. Sen yaxshi so'zlayotgansan, kuldik ham yumuringga. Ben sana numara verme. Rahmat. Ustoz numara berdi endi. Ma bas qushni davomlashtiramdiq bo'ldimi? Bu moyim yeri kelganda. Albatta. Mo'shdan kelmadi, mashina bo'lib keldim. Unda karxanchilar yaxshi isil bir so'g'laringlarni beringlar. Ma so'g'atlan degan, sir yangi yumurlar ambadan chiqdi hozir. Shundaqmi? Ana biringlarga birdan Programımızın tajdorligini olgan Mo'ligirin silahlaşmayları. Mo'ligirin Kıldır programımız kelganiga nayt hoş bulduk. Maşinanga Mo'ligirin Abdullardan asrash so'qsam. Asrashmi? Asrash mulozimatni so'qsam. Bo'ldi. Bir yilgacha haqsizda sapardashga berib, yanayatdiki. Shu yerda mashinani asrash qilasan bo'ldi. Bo'ldi. Yana bir to'nbagan bo'lsangiz, shu Abdulda go'shna yaqsa yomon o'xshaydi dedi go'shnasi. Gap. Biraz to'nbagan bo'lsin. Gap yo'q. Yana birini qo'shib beray, unda. Chaqchaq qo'ydim men. Ikki to'ma. Nerede ko'rsangiz shu yerda tilab yurmang. Yaqay bir yil ichida asrash mulozim bo'lgandan keyin u bir necha bo'lishi mumkin. Ham mashina haydashiga bog'liqda bir mashina. Bir mashinaga. Ma alqiliq yer ya.
Yana bir to'nni beraylik o'zing non yiqib kelsa. Onu qo'shib beraylik. Bu yomur sözler Abdul deydigan bu. Modop kelsan, oniki Abdulis. Ma seniki chiqib qolmag'achqa o'tiqib lagan olib ketgan o'sha. Yampışın ötkigine ısı çıkırgan bo'lib ketdi. Ayam başlıyor. Orada yüzden yötkende yani. Kömürlep ketkendik ki Abdul'dum uyu ıssak bulduk ya hazır. Ya biz sang şakşak kıvatımız hazır. Ne kaçıvatız? Gel müzan başlayıp koyuyor. Ayam başlıyor yüzden çaplıqadan gittik. Yüzden de kıvakan ki amal yok da. Bir ezildi bende. Ya başlıyor yüzden çaplapsan gep ötmeydi ama gitti. Ben 9'u bisip Abdul'u ötü gideceğim. Ya Abdul'u şakşak kıma biz sang şakşak kıvatımız. Haşıma atır ya cayımda. Evde sen ondan çık Abdul ne diyeyim. Öyle kafaya kalk koyuyorum sen ya. Abdul'u çık elini. Ya nanlı çıkıyor bakamsan tek kızım yer misin? Nallak diye kemedi o. Ya dalısı kağı ot koydu ki yemezsin bu. Çünkü Abdullah köyden misin kağı köymeydi de. Anikeyni yana bir gap, mushu Abdul Asrash ippaga vaqtinglarni bormi? Amallar Chek tortgan faoliyatimiz bor. Har qanday mushu Asrash ippaganlar, Abdul Almashd olganlar odatda chek tortadi. Bu chekdan 50 ko'ydan 1000 ko'ygacha naqd pul mukofot chiqadi. Ashuni unutib qolmanglarmi endi? Ya ani unutib qolmaymiz, naqd pul voy emasmi? Naqd pul aralashgan Shunga ashi shu Asrash ippaganlar Çakşakının arasındaki gongomu bekbeyiz çıkdı. Aşı yaxshi bo'lardi ya. Ot çakşakının ot turib kirib alabet beyiz koyup aldı. Qizg'an yerga programmamizni alayda talab qilgan cho'ng ustam shirkati cho'ng sovg'at berdi. Yaxshimisiz, qanday olmasiz? Men yaxshi xush kelibsiz. Bizniki dali yurishlardan bir yurish Bəsəm, işini açqan diqqət qılıbıraq, aşın mükafat chiqib qilish mumkin. Chiqdimi ashu? Nəticədən çıxdı, olçudu bək çıxdı, cıqtaqatda altımızda. Mükafat kulağın qısılmamışsın, diqqət qılaq. Avaylap acıdı gelsen. Diqqət qılıb açım. Abdul'da maylı bitim töpün aldım. Maşın çıxıb qalsa edib getəsiz. Eşeği apray aş maşinni. Abdul'un eşyadını qoyumuzumuz mu? Eşeği apray. Maşın çıxıb qalsa edib getəsiz. Ondan başqa şu kümüçüzlükdən bir neçə? Birine sana akep veremdi ya sen berem. Yine qıraq da ötəylik. Ben bürümə. Sen de akep veremdi. Xət qıvalaylı da xət qıvalaylı. Ya ma bekçi qapratma evaldi Abdullah ustam ya bekçin yinvamaydı ha. Kümüçüzlükdən bir ne? Messenger'dan. Ma ürümçidin aş qolcığım mağdığan biletni ben Voy rahmat. Aspoyzun emas. Ayrıqlan bildi bilan kumush uzuk, anandan bir yurish, dali yurishligidan bir yurish. Voy beka yalnız kepti mecbur ish yaxshi bo'ldi qarshi. Akanga telefon qilay kelsin. Yo'lab bitaylik. Rahmat cho'ng ustam. Sog'inda qabul qilsiniz da. Rahmat. Programımızı alayda qolgan Sarkar uy jihozlari. O'rindiq berilgan bo'ldi. O'rindiq ehtiyojingiz bormi? Biz ma jo'z o'rindiq bas uyda o'tirib cho'nglarlar qarg'ot o'ynasaq bir yesaq bo'ldi. Ehtiyoji borga berish kerak cho'mishlar xiyala cho'nglar bilan dedi emasmi? Qarg'otun deydi chirog'im berdi. Chirog umdiroq chirog va qarg'ot o'ynaydi. Xush kelibsiz inem. Shunda yaxshi yumorlarni oldik. To'y qildingmi bunimi? Qanday birisi bormi? O'ylab deydi qo'y. Jo'za bir narsalar so'q qil deding-ku, shuni bir qilib bir yurish joji so'q qilib deyman. Sen uchun nima so'rasiz? Yo'q dedi. Aman ba, yo'q deb tursan. Yo'q desa ashba bo'ldi. Osmon ha, qayt so'rang ashni. Avval siznikini anglab berib, endiki men javob beray aka. Unda bo'lsa men o'zgartib olsadigina akang bordi. Budan kelganda beraydigina. O'zi dignimni bilmadi hamda o'zgartirdim bo'ldi. 9 basayra 9. Shinjon Sarkar
9'u basmay cevap vermemse. Ya öğlendim de ki. Güzel öldüm ben. Alayım pulga. Ahvalı qaraganda sana xutun tepemeydi ne bu? Haş xutunun bosu öyge öy cihaz öğredem diken qanda cevap versek yaxşı bulduk kamışlanğa. Sizden ahırkı talışınız dedi. Eğer tek toy qilmagan bo'lsang, toy qilganda shu yanga shu bir yurish uy jihozlarini men bizning shirkatdan setib ol, men 5 ming yuanlik e'tibor kartasi beraman. Aslan bahada. Bo'ldi. Yani 5 ming yuan e'tibor beraman. Mayli. 5 ming yuanlik e'tibor bahasi o'g'andiki xili bo'lib qoldi. Xili bo'lib qoldi. Naqd pul aralashda emasmi? Bulamda Hamda masaginiga butun bo'ytaq kelgan bo'ldi. bir yurish uy jihozini setib olsam, Öy cihazlarını kelganda yurkim xili ciddi soqqan. Opirib berish lozim edi. Damdiki deb qo'rqib ketdim. Yana bir narsa o'qilay. Bizning mana shu Sarkar elektr uskunalar shirkatimiz bozor solgan Koreyaning import maqsadiki oliy darajalik shu import to'qliq kebabdan birisi o'qilay. Ot yaqima deb jimay, go'shtga ot yaqib. Bo'ldi. Kebab yeb ishlasanglar. Bo'ldi. Shunda xush bo'ldik, rahmat. Maqida. Öyle göç vardı. Kasaplar çıktılar. Demek ki bunun kavpını mı kuşap veriyor? Rahmat. Sendem şirketimiz hem taş asraş, taş östürüş, taş kuvvetleş, taşını güzel kıldıgan taş boyaklarımız var, taş sopularımız var. Sizge bir yür soğat kılay. Lekin taş asrışınlarını şu yaş vaxtınızdan başlayan bolsаңlar. Oldu. Nur taşlar düşüp bolgan dikin emas. Şu yaş vaxtımızda kılgan nime? Perviş intayın yaxşı bolducu. Oldu. Rahmet edin. Bek oçuk tep ketmen köngül kelgaş koyam. Ay şu köngül anca bu kes yaxşı. Ya bu adam ışığı tekmez mi? Culuduğunu ben mi? Taş şurdugan debe. Şunu bitirgan ya. Oldu. Rahmet kapcım. Bugün şunda pek hoş oldu ettigendiler şunda kızı gidip vardı. Mana endi sen Tügeçti. Emdi Acayip Yalıyorum hemen. Çokum yalıyorum. Yalıyorum iti tutu sen. Göktürüyorsun. Bayağı yüzündeki çaplaktır yel kaçırgan. Şıngırak çaplagan da ya. Yan başının dirisi elastiklik oldu onun üstü geçiyor. Bunun kaç koşmatırlığını ben ama. Altı kalkın. Ya koşmatırlıkına çokum vermem. Eğer maşina almagan bolsam kim? Mayli bizning VGV markalık ilan yoki boshqa markaning bizning shirkatlar mashina situatsiyasi shuning barligini biz shirkat ko'tarib turdi. Siz faqat mashinani pul to'lab haydab kelsangiz, anandan bayatni shu qo'sh nasusnimi yana beraman, shu mashina sep qo'ysangiz, bizning mashinadan yel chiqmaydi. Endi bayatda sening yuzingga teri chapildi emas. Rahmat, ha? Ya men asli Ezbey yo'q deydi, resmiyatni olsam. Ezbey yo'q. Demekçi bunun yabosunu elivetken. Burun qalğan maşinanın olsunmuş, bajlarını hazır Bajlarını kıpırdın. Maşin berette pravan yok da ben varım. Demekçi bunun sen ağ boşanganın yüzünü aldın kaçmadın. Asli men resmiyatlarni o'zim olgamsam, mashina bergan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi ekan. Osh bo'ladi. Mushni o'ylashib qo'ysangiz o'lib ketjuma akasiz. Bo'pti, bu da berem. Bo'ldi, rahmat aka, rahmat. Abdullahni yig'ib qo'yib tursan, ha? Nasıl sorun tuttu bana? Hadi. Madem Mana tügeçtin sen. Tügeçtin. Şu bak. Hem tügeçtin. Çeçen uculda Salam kan. Çeçen uculda geldik. Ya devasın. Ha gap qiling aka. Sağlar dememsiz. Özü o'xshash qilgan darsi shuni berdi. Gap qilaman demamsa, akilama qol deydi. Ya gap qiling dedi. Uçtu demsa. Diqqatini bölgüsü yok. Siz salikam evetim değil mi? Netikam bilan keldik.
Gap qildimi, qilmadimi? Gap qiladi bu. Birden turibdi sen. Ha, endiki akamiz burutni qarib sizga qo'yib qoladi. İhsanov kam Molligirin Küldür programımız hoş gelipsiz. Muş g'uljilik yigitlar Küldür programmasına ait bitip, yaxshi yumur chaqchaqlari bilan bizni kuldirib kelyapti. Sizga Chindil şirketimizningki ait mol uzuqliq aqsil talqanlarni sog'at qilay, tinimiz salomat bo'lsin. Qabul qiling. Rahmat. Sen nimbiragi deb o'ylading. Yo'q. Men hozir bir ishga diqqat qildim. Men Chindilkam bilan Abdulkamga qarsak, ba'di puldirim yo'qni qarab o'tiramiz. Maşin sattıqanlığa burtunu qo'shab berdi deyni. Anında çaçoğan bilib burti yo'q, men çaçolmagan bilib burti bor. Ya men yana bir ishga diqqat qildim. Men korxonchilar bir-birining mahsulotini ishlatmaydi ekan-ku. Vaqtga qara. Men tunagun shuni dedim. Beringlar bir-biringlar. Beringlar. Men sanamda og'anim akamga sovuq o'tay bo'ldi. Bak bir-biriga lozim narsalar ishlaydigan bo'lmasa. Gel kuydirgan bilan. Lozimlik narsa shu, ha, sanam. Bo'lmay. Ehson yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka. Bugun siz biroqli kayfiyatimizni yuqori ko'tarib o'tdingiz. Rahmat. Men sizga shirkatimizning Kozur mahsulotlaridan qo'shno'r yuvish buyumlari shirkati ishlab chiqargan qo'shno'r markasidagi yuvish buyumlaridan qoch yuvish, kir yuvish mahsulotlaridan bir yuvish sovg'a qilay. Undan boshqa qo'shno'r yemaklik taraqqiyot shirkatimiz ishlab chiqargan lag'man, so'myan, qo'rdoq qatorliq tomoqlarni o'xshatib etishga bo'ldigan yurishlik kesme çöplerden bir yurishdan hediye qilay, qabul qilaysiz. Öğlenmi sana bolduğan boldu ya. Men maqsad ayollarni beka chiqib o'tib ketishmi? Rahmat. Rahmat aka. Yaxshimisiz, Ehson. Da bizning Bergi Beopan texnik şirkatimizning sizga mol sovg'alar bor. Ya'ni bizningki Fairlas markasida ishlab chiqarib bozorga selayotgan, shu amanni xam material qilib ishlab chiqargan barliq mahsulotlarimizdan sizga bir yurish sovg'a qilay, qabul qilgaysiz. Rahmat. Ehson, rahmat akaga nomurozni xursand bo'ldim. Bizning bir yurish Nazifa Chiniqachi yurishligimizdan bir toni shu g'ulja Dabaza birinchi qavatga joylashgan Nazifa maxsus etish do'konimizdan topshirib olgan bo'lsangiz yaxshi ko'rib ishlatishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Anondan keyin mush fursatda bizning shu Molligirin Küldür programmamizga bizni alohida taklif qilgan Shavkat akamizga Nazifa shirkatimizning alohida ko'ngil sovg'asini Voy rahmat. Tayyor qilgan biz uyingizga yetkazib bersak aka. Rahmat. Rahmat. Shavkatga hamda o'zingiz akagani chekib beqna qanday oldi? Toza undan bo'ldi bu ish. Seni aqan kirib aqanimni chaqmayman. Yaxshimisiz? Ben sizga şirketimiz nomidan shu teringizni yaxshi qildigan, saqlam qildigan bir yurish teri asrash mahsulotlarini sovg'at qilsam qabul qilgaysiz. Ha, bo'ldi, rahmat. Rahmat. Sizga bir gapim bor edi, men qiz do'stim Qo'qon aka deb avatgan meni meyaga. Bo'ldi, men mo'lamay Qo'qon. Eletdan Qo'qon to'shig'in turgan bo'lsa, mahsulotlarni tatib olinglar mana. Chaptaq yo'q bo'pti. Undan bir yurish beray. Chaqchaq deb qo'ydim ham deb. Badi endi. Ayta deb qo'ymiz, menda ishimiz bor. Endi mana programmani qo'yganda abaldı Qo'qonga deb balla. Qo'qon tayyor bo'lama deb asla yaqin keldi bundan ham. Cheklangan belgini chiqarib qo'ydi. Ha, bo'lmaydi-ku. Ma odatingni tashlarsan. Uşaqlar o'rganib yana kendin o'zing surkab yiqib oldigan bo'lib olmisiz? Küldür, elni küldürer. Rumunaya İnaq Aile Yezilik Taraqqiyot Cheklik şirketidan bo'laman. Bizningki bozorga solgan 60 xildan ortiq mahsulotimiz bor. Shu mahsulotning ichidan bozorlik mahsulotlardan 2 yurish sovg'at qilsam, shuni qabul qilgan bo'lsangiz, rahmat sizga. Rahmat. Madimiz İnaq Aile ekan, bizning oilamiz tinch oila. Ha? O'xshaydi ekan, lekin kunda jidal chiqdi. Qo'qonimiz uyni beshik kiydik. Yavaş erler bak emasmi yedi. Ehson Do'raqa qarshi. Kostyumni kiyib, nemdisi ipirdi qaldingmi? O'limchi Qo'qon og'ini kelibdi. Qo'qon yo'q ukam. Tamam, ishlab o'tiribsiz. Bugun ishlab o'tiribsiz. Birinci Yeşil Yaprak Soğut şirketimiz işlep çıkargan Yeşil Yaprak markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz ichidan Yeşil Yaprak
sulu etken çay içimliki. Bu içimlik hem içkili hem ilgili bulduğun içimlik. Anınkin onundan biri yürüyüş yeşil yaprak etken çay talqandan biri yürüyüş soğat kısam ağat ketersiz. Tükep kalsa 9'dan besip kaydı zakaz kılasız. Şahsat Yığız Boşluqqa davalaş başquruş şirketimiz sizningki ishlaringizning texmo sağlam bo'lishini umid qilib, chunki bu ishlar sağlam bo'lmasa bu chaqchaqlanib yaxshi qabul olmaydi emasmi? 2000 yillik shu davolanish kartasini so'qsam, ishlaringizni qarorida bir Urumchi taraflarga kelgan vaqtida bir tekshirib davolatib asrab turishingizni umid qilman. Bundan keyingi ishlaringiz utuqliq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ben sizge şu şirketimiz işlep çıkargan Volkan markasındaki tabi jangal şortuzu katip işlengen şortuz selinçten birini soğuqlay toңap kalsanız yatasız bombay kalsa işkin aldığı çıkıp belki erimğen kağı yapasız. Rahmat. Başında bir kız öyle yasap egemsiz qanay şekil taşlaydık. Hazırca şimdi YouTube'da taladı olsun ofkem. Sık köpeği. Ahvalыңды үйгім кіремейді қақшайсыз. Qo'rqma ekanmiz-a? Ahvol xatarlikka buni. Qanaqa? Rahmat o'zi. 9ni besib oldiq kelamlik bo'ldimi? Şey bu da? Tepim oldiq kelamlik. Albatta sizning yumor chaqchaqlaringizni, yumorlaringizni hammamiz yaxshi ko'rdik. Ustozlarimiz chiroq yoqdi. Bu sahnaga ko'nib oldingiz. Pat kelib turasiz. Bo'ldi, kelma. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat efsa. Rahmat, xayr xo'sh. 5 tane 9, 75. Haqiqiy import qilingan Abdul Mo'ligirin. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Mo'ligirin kuldir programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamiz ko'rishaylik.